Terapevtga qachon murojaat qilish kerak? Agar bilsangiz, ko'plab jiddiy kasalliklar, oddiy bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yurak sohasidagi og'riq, yurak urishini buzilishi yoki qon bosimining o'zgarishi bilan boshlanadi. Agar siz tez-tez charchasangiz, holsizlik sezilsa, boshingiz og'risa, boshingiz aylansa, ko'krak sohasida og'riq paydo bo'lsa yoki tez-tez shamollasangiz, albatta bu terapevtga murojaat qilish uchun jiddiy sababdir. Chunki bu belgilar asosan yurak qon tomir, qalqonsimon bez, o'pka yoki immun tizimidagi o'zgarishlarning dastlabki belgilari bo'lishi mumkin. Terapevt bu kasalliklarni asl sababini aniqlab, sizni to'g'ri davolashga yo'naltiradigan shifokordir. Faiz Medical klinikasida biz bemorlarga kompleks tekshiruvlar o'tkazib, har bir bemor uchun davolanishiga individual davolash rejasini tuzamiz.